Bizda uyni isitish muammo emas, issiqlikni ushlab qolish muammo. Mana shu akamiz ham Yevropadan turib zakaz qilgan. Hali u aka bilan yuzma-yuz bir gaplashganimiz yo'q. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 3-oktyabr. Ro'parasi 2 hafta avval mana shu joyda fundament quyilayotganda sizlarga video chiqargan edim. Fundamentni quyib qo'yib, bitta joyda obyektimizni ko'tarib, g'ishini urib qaytdik. Xudo xolasa yana boshqa ishlarimizni ham davom ettiryapmiz. Tomchilar xudo xolasa yaqin kunlarda o'sha obyektimizga tushadi. Xo'p, bu obyektimizga mana bugun ertalab tushishdi bolalar. Mana 6 qator ko'tarib qo'yishdi. Utubliklarimiz kelgan. Xo'p, juda ko'p kommentariyalar bo'ldi. Shuni inobatga olgan holatda yana video rolik qilib joylab qo'yishni manfaatli deb bildim. Videoga like bosib, kommentariy yozsanglar bizdan nima desam ekan, ozgina sizlarning tarafdan motivatsiya, yana ham ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p. Bizda hozir 3 ta proyektimiz bor. 14 ming, 14,5 ming, 16,5 ming dollarlik. Fundamentni quyib, devorini urib, ichki tashqi boshidan boshlaylik. Fundament quyiladi. Ichini gidroizolyatsiya qilamiz, kanalizatsiyaga turbalar tashlaymiz, cho'rnoy tashlab qo'yamiz, devorni uramiz, ichki tashqi utubliklar bilan kolonna seysmopoyezlarni quyib, to'sinlarni tashlab, tomini yopib ketamiz. Tomi biz smetada shifer, agar profnastilyo metall cherpisa qildiraman desangiz, shuni raznitsani, между narxini to'lasizlar. Misol uchun balki 300 dollar, 400 dollardir. Xullas, sizlarni proyektinglarga ham borib qurib beramiz. To'g'risini aytsam, oddiy qurilish qilsangiz ham, bizga murojaat qilsangiz ham narx-navo bir xil. Lutchi oddiy qurilish qilgandan ko'ra, mana shunaqa sifatli, yaxshi utuplyon uylar zakaz qilsanglar, manfaatli bo'ladi. Meni maqsadim qishni kunida ham ko'proq issiqlikni ushlab qolish. Biz O'zbekistonda uyni isitish muammo emas, issiqlikni ushlab qolish muammo. Yana qaytaraman. Bizda uyni isitish muammo emas, issiqlikni ushlab qolish muammo. Hozir bu proyektlarimiz tayyor. Proyektni ichida qilib bonus qilib beramiz. 3 ta proyektimiz o'sha tayyor, kelib ko'rishlar mumkin. Patkulich bitgani ham bor. Kirib, ko'rib, yoqqanini o'zingizlar zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Shaxsan men Andijonga taklif qilib qolaman. O'z ko'zingizlar bilan ko'rib, qay holatda olasizlar bu uyni, shartnoma qilishdan oldin shularni dogovor qilib zakaz qilsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin Xudoga shukr, mana shu akamiz ham Yevropadan turib zakaz qilgan. Hali u aka bilan yuzma-yuz bir gaplashganimiz yo'q. Xudoga shukr, shunchalik ishonib shu ishlarni boshlashga kelishdik. Mana xudo xolasa tez kunlarda uyini qurib, tomni yopib beramiz. Kommentariya qanaqangi savollar bo'lsa, yozib ketinglar, javob berishga harakat qilaman. Yana kommentariyalarni ham o'qiyapman. O'zbekiston bo'yicha harakat qilamiz borib qurib berishga. 2026 dan narx-navolar ko'tariladi. Uni nima sababdan inobatga olish kerak? Sabab bizning ishlarimiz og'ir uylar, misol uchun vaqt talab qiladi, ozmi ko'pmi, lekin biz tez quramiz. Karkazli uylarga nisbatan, misol uchun karkazli uylarni ham 1 kvadratini 170 dollardan reklama qilishyapti. Biz 1 kvadratni 145 dollardan reklama qilyapmiz. Hozir qaysidir klientlar уже zaglad qilib 2026-yilga bron qilishyapti. Savollar bo'lsa, telefon raqamlarimni ham qo'yib qo'yaman. WhatsApp, Telegramlardan aloqaga chiqsanglar menga yaxshi. Misol uchun Telegramdan ovozli xabar jo'natsanglar, ishdan keyin javob berishim menga qulay. Andijondan hammaga alangali salom. Xuddi shunaqangi chiroyli utubliklardan qo'yib uylarda qurib beramiz. Xo'p, sizlar bilan Jasur Stroy bo'ldi. Orzuyingizdagi uyni biz bilan quringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.